Xabaringiz bor, telekanalimizda 24-noyabrdan boshlab mega aksiyaga start berildi. Unda ishtirok etish uchun tomoshabinlar Telegram botdan ro'yxatdan o'tib, berilgan shartlarni bajarishlari lozim. Aksiya davomida har kuni pul mukofotlari va turli sovrinlar, haftalik o'yinlarda esa maishiy texnika jamlanmalari o'ynalmoqda. Quvonarlisi, ishtirokchilar orasidan birinchi baxtli g'olib aniqlanib, unga zamonaviy televizor topshirildi. Assalomu alaykum. Ko'tardilar. Tong sizga xayrli bo'lsin. Sizni tabriklaymiz. Siz Mening yurtim telekanalida maxsus mega aksiyani ishtirokchisiga aylangan ekansiz. Omadli tomoshabin deya nomlangan aksiyamizda va 53 ball to'plagan ekansiz. Omadli tomoshabin aksiyamizning g'olibi farg'onalik hamyurtimiz. Ayni damda biz ijodiy jamoamiz bilan g'olibga o'z sovg'asini topshirish uchun yetib keldik. Ha, bir qaraganda ishonish qiyin bo'lgan holat, ammo bu g'oliblik ishtirokchimiz uchun chindan ham amalga oshgan edi. 32 yoshli Zilola opa oddiy uy bekasi, u Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida istiqomat qiladi. Kutmagandim, ammo umid bilan ishtirok etgandim deya ta'kidlar ekan. Uning xursandchiligiga butun oila a'zolari yu qo'ni-qo'shnilari ham sherik bo'lishdi. O'zim oddiy uy bekasiman. Shu televizorda 1-2 soat ko'rib, kodini jo'natib, yaqinlarimizga taklif qilib, yaqinlarimiz shu meni silkam orqali qo'shilib, shu orqali ball yig'ildi. Oilamizga sovg'a bo'ladi deb umid qilib, nimalarni kodlarni jo'natib turgandim. Biz uchun, oilamiz uchun eng zo'r sovg'a bo'ldi yangi yil arafa. Juda ham xursandmiz. Hammalaring ishonishlarini tavsiya qilaman. Albatta, Mening yurtim telekanali o'z muxlislari uchun doim kreativ yondashuv va tomoshabinlar uchun quvonch olib kira oladigan loyihalarni taqdim etib boradi. Hilola Abduqodirova, Nodir Fozilov, Farg'onadan.